Chexiyaga kelganimga 4 yil bo'ldi, lekin haligacha chex tilida yaxshi gapira olmayman. Xo'p, endi kelganimda 4 yil oldin juda ham katta motivatsiya bor edi menda chex tilini o'rganish, kamida 1-2 yil chex tilini o'rganib, bu yerda bemalol chex tilida gaplash motivatsiyasi bor edi. Birinchi kelgan kunim magazinga kirganman, restoranga, kafega va kafedan narsa olib, ulardan ingliz tilida so'raganman. Qachon sizlar yopilasizlar? Ular tushunmagan. Soatimni ko'rsatganman, mana X qilganman, when deganman, qachon yopilasizlar deb so'raganman. Umuman tushunmagan ular. Keyin bitta o'sha sotuvchi shuna sherigiga qarab turib, Andrey ruschalab aytayapti. Andrey, переводи, пожалуйста, deydi. Men aytgan, Andrey tarjima qilib ber dedi. Men aytgan, rus tilini bilaman-ku dedim. Sen nega rus tilini bilaman demading? Rus tilini juda ham ko'pchilik biladi degan. Bundan keyin o'ylaganman, nima qilaman deb o'ylaganman. Bu juda ham katta xato. Bu xatoni qilmanglar. Rus tilini bu yerdagilar yomon ko'radi. Rus tilida gapirsanglar, bizda O'zbekistonda hozir qanaqa bo'lsa, bu yerda 50 yildan beri yoki undan 60 yildan beri shunaqa juda ham yomon ko'rishadi ruschada gapirgan. Keyin yana bitta motivatsiyam o'ldirgan narsa, dasturchi bo'lib ishlayman. Ishlayotganda shu proyekt menejer yosh katta chex odam. Undan so'raganman. Keyin men bilan chex tilida gaplash, chexchani o'rganmoqchiman desam, u menga aytgan, nima qilasan sen, dasturchi bo'lsang, ingliz tilini bilsin, biz ingliz tilini bilsak, hammamiz ingliz tilida gaplashyapmiz-ku, zo'r. Degandan keyin o'ylaganman, haqiqatan ham kerak emas. Endi hozir attang qilyapman. Hozir o'zim o'rganib yuribman chex tilini. Chunki baribir ham oddiy hayotda yashamoqchi bo'lsangiz, bu yerda любой joyga borsangiz, mahalliy tilda o'rganish bu juda ham muhim. Xoh u Angliya bo'lsin, Rossiya bo'lsin, xoh u Ispaniya bo'lsin, xoh u Chexiya bo'lsin, mahalliy tilini bilsangiz, sizni bular hurmat qiladi va ishlaringiz 3 barobar tezroq hal bo'ladi. Shunaqa.